Qara Uyg'urlar 10-bölüm. Mahmudjon jangga atlandı. Onun bu hayatda əmdi qisas elishdan boshqa hech qanday arzusi yo'q edi. Bu yo'lda ming o'lsimi rozi edi. U uzundan o'z turgan shaharda Konz instituti nomida bir Xitoy maktabi qurilganligini bilatdi. Burundan siyosiyga qiziqmaydigan Mahmudjon chetga chiqqandan keyin vatan haqida jiq ishlarni bilib qolgan edi. Va bu maktabning Xitoy jahongirlarining dunyoni bosh egilish yo'lida qo'llanayotgan vositalarining biri ekanligi. Hamda bundaq maktablarga Xitoyning eng sodiq diplomatlarining mas'ul bo'lganligini odam biladi. Xeyli kunlar bo'ldi. U bu maktabning atrofidan ketmadi va maktab mudiri bo'lgan Xitoyning yurish turishini kuzatdi. Va bir qancha qatim mashina haydab iz besib, bu paynakbosh To'nkay Xitoyning uyining na'dligini bilib oldi. Bu Xitoyning uyi shahar sirtidaroq bir xoli yerga joylashgan dachi chiroy uyi bo'lib, atrofi o'rmon bilan qoplangan. Tomlari egiz bo'lishiga qaramay, tikanlik simlar bilan o'ralgan edi. Uyning yenidan shildirlab eqib o'tadigan bir kichik o'stanmi bor edi. Bu Xitoy har kuni ishdan tushibla atrofdagi bir cho'ng savdo markazidan kerakli narsalarni setib olib, avtomatik ochiladigan eshikdan kirib ketadi va darvozani darhol etib oladi. Darvozaning ikki temaga kameralarning bekitilganligi aniq ko'rinib turadi. O nishonini belgilagan Mahmudjon bugun kech harakatga o'tdi. O o'rmon ishi bilan bir amallarni qilib, uyining orqa temaga yaqinlashdi. Va tomga chaddaslik bilan yomishib, tom ustidagi tikanlik sim to'soqning ustiga o'zi elib kelgan qilin choponni yopdi. Va tomning ishqirig'i esilib, serilib pastga tushdi. Hovlining ichi cho'ng bir bog'cha bo'lib, u bog'ni bo'ylab uy tarafga yaqinlashdi. Yozning to'muz issiq kunlari bo'lib, uyning balkonga tutishadigan aynaklik eshiklari g'ong-uchiq edi. Uyning ichidan laylab chiqayotgan tomoq islari bir xil badbo'y, sesiq puroqni o'ziga hamroh qilib, shu qadar go'zal bezalgan bog'liq o'ylani cho'shqi qo'tinidek sestivotgan edi. Mahmudjon ko'ngli elishib, palay kiygan qo'llari bilan burnini etib oldi va asta bo'ynini so'zib uy ichiga qaradi. Mehmonxona uyidagi sofaning bir tarafida To'nkay Xitoy usti yalang'och holatda kalta ishton bilan tomoq chekib o'tiradi. Yana bir tarafidagi sofada bo'lsa, cho'shqadek semiz ta'tiyi qo'lida romka tutgan holda nimalargadir g'ingshib naqsh etib o'tadi. Televizorda bo'lsa Xitoyning changchilisi. Fursatni ko'rgan Mahmudjon un-tinsiz menib uy ichiga kirdi va balkonga yaqin qo'yilgan ayrim sofaga kelib asta o'tirdi. Uning kiyib olgani yumshoq sport oyog'i bo'lg'ach, uydagi Xitoy shoshqilari hech tivish sezmagan edi. Va ko'zlarini televizor ekraniga tikib, mazza qilishib o'tiradi. "Jon tamagoyin." To'nkay Xitoy shiradagi botilkadan bir rumka qo'ymoqchi bo'lib, shiraga engishdi. Va bir nimani sezgandek tuyuqsiz o'ngga qarab, ayrim sofada bexaramon o'tirgan Mahmudjonni ko'rib, "Ayya!" deb chaqiribdi. Va darhol o'rnidan turib, eshikka o'zini atmoqchi bo'ldi. "Bo'shiding." Mahmudjonning bir vaqirishi bilan o'rnida ketib turib qolgan To'nkay Xitoy uning qo'lidagi qurolni ko'rib,
arkasındaki tamga aran yönünü aldı ve ihtiyarsız halda iki kolunu asmanga götürdü. Xitay tətiyi bolsa g'arq mastak qiladi. O tuyuqsiz yuz bergan bu hodisaning rostligiga ishonmagandek, qo'lidagi qadahni guppidi ko'tarib o'tib, o'rnidan turdi va Mahmudjonga asta yaqinlashdi. U Mahmudjonning beshiga chegib olgan oy yulduz tushirilgan ko'k bayroqli baldoqni ko'rgandan keyin birdilla jon kirgandek hayvir qildi va shaluqini chechib turib: "Ha, Veyzuren, Kung Bu Fenzi, Jnisherin" deb baqirdi. Mahmudjon bu cho'shqining vujudidagi sesiqchilikqa chiday olmay, ko'ngli elishgandek bo'ldi va ta'tir chapaloq bilan birni urdi. U semiz cho'shqa tom o'rlib tushgandek qulubida yerga yiqildi. "Uni bog'la", dedi Mahmudjon To'nqay Xitoyga xitob qilib. "Shing shing", dedi To'nqay Xitoy dir-dir titragan holda va Mahmudjon uzatgan plastik tana bilan o'z ta'tiyining qo'lini orqaga bog'lab, sofaga yotqizib qo'ydi. Xitoy ta'tiyi tayoq zarbasidan hushidan ketgandek qiladi. "O'tir", dedi Mahmudjon To'nqayga ve onun qo'llarini orqaga bog'lab sofaga o'tirg'izdi. Ondan tamtirmay kelib o'z o'tirgan tek kishilik sofaga kelib o'tirdi. U qo'rqqandan ko'zlaridan to'xtamay yosh eqib yig'lamsirab o'tirgan To'nqay Xitoyga olib qarab, o'zi tog'dan bog'dan o'rganib olgan chala xitoychisi bilan xitob qildi. "Men normal bir hayat yolida ortiqcha arzulardan xoli yaşab yurgan bir oddiy banda edim. Sen qonxo'rlar Uyg'ur bo'lganligim uchunla hayotimni xonavayron qilishding. Ikki balamga qo'shib 100 minglagan begunoh Uyg'urimni o'ltirishding. Mening bugünkidek alg'a kelishimga butunlay senlar sababkor. Mening hozir kallamdan kechib olgani faqat va faqat ikki balam ve günahsız öldürülgen Uygurlarımның intiqamını eliş, bilip koy. "Mende hiç günah yok", deb yig'lamsirdi To'nqay yalvargan ahangda. "Hemmisi şu komünistik partiyanın işi. Ular Uygurlarla emas, milyonlagan begunoh Xitoylarni o'ltirdi. Men ularning qilg'iniga izchil qarshi turib keldim. Undaqda nemishqa ularga vakillik qilib bu yerga keldim? Hemmisi turmuş üçün, yaşaş üçün hizmet gerek. Ben hizmet kılıp atqanlı biri. Ben Uygurlarını söylemen. Ağzını yum. Uygur degan şeref namını ağzını algıcı bolma. Ben sen işlerini 5 qo'ldek bilip kettim. Iğır künde kalganda ayağlan kızını solap berip bolsunmu, iştek sesiq jenini qutuldirish urinishsan. Eğer muştapda senin ornunda men bo'lgan bo'lsam, ne kadar vahşi hayvan ekanligini ko'rgan bo'lardik. Endi bizni mangu alışalmaysan. Qisas bizning qinimizga singib bo'ldi. Sen cho'shqalar bilan birga yashash emas, yeningda turishmi biz uchun ajoyib numus. Ağzını yum. Ötünüp qalay. Hayatda tapqan təginimning hammasi sening bo'lsin. Qo'lingga hozirla 1 milyon yevro tutqiza olayman. Nima desang hozir qilay, meni o'ltirma. Bu anangni cho'shqa. Hayatning qimmatini sen cho'shqalarla pul mol bilan o'lchishsan. Mening ko'zimda hozir ikki begunoh balamning simasidan boshqa narsa yo'q. Mahmudjon chapdastlik bilan To'nqayga yaqinlab, bir qo'lida uning og'zini besib, yana bir qo'lida belidagi o'tkir pichiqini sug'urib elib, "Ya bismillah" deb birla baqirib, To'nqayning qoniga pichoqni surib etdi. O'qdek etilib chiqqan qon qarshi tarafdagi sofada hushsiz yotgan ta'tayning usti beshigacha chachirab, u jonivorni uyg'otayotgandek qiladi.
u cho'chqa amdili qimirlishiga Mahmudjon bir chamdab uni tizilib elib, "Balalarim uchun" deb bir vaqirab tatayning koniga pichoq urdi. Ajoyib ish. İnsanның qini qizil bo'ladigan. Bu ishki hayvonning nejis tenidan etilib chiqqani bo'lsa, xuddi vatanning neftligidan etilib chiqadigan xom neftdek qop-qora edi. Mahmudjon heliq ayrim sofaga takrar kelib o'ltirdi va uy ichiga yamrab eqiyotgan qonlarga qarab o'ltirib qoldi. Tuyuqsiz taran qilgan bir ovoz uni cho'chitib etdi va o'rnidan sakrab turib yotoq uy tarafga mangdi. Uyning bir qancha yotoq uyi bor bo'lib, ikkisini ichib, ichida hech nima yo'qligini ko'rdi va uchinchi bir yotoq uyining eshigining ichidan etikligini bayqadi. U kuchli gavdasi bilan shundoq bir urib edi, eshik ichiga gulib liqilib yiqildi. Uyda 16-17 yoshlar chamsida bir Xitoy qizi bor bo'lib, u reshatkalangan derizini ochaman deb, deb kuchayotgan edi. Besib kirgan Mahmudjonni ko'rgan Xitoy qizi "Ayya!" deb chiyqirib, yo'tqini o'rnib oldi. Aslida u uxlayotgan bo'lib, uy ichidagi voqealarni sezgandan keyin o'zi yotgan yotoq uydan sirtqa ketishga tamshlayotganda karvat beshidagi temir lo'nqaga puti tegib ketib, uni o'rib etgan ekan. "Nega shay, shankan shama?" U sal hushini yiqqandek bo'lib, g'al-g'al titragan ovozda xitob qildi. Mahmudjon kutilmagan bu hodisadan nima qilarini bilolmay qolganda ko'rinadi. U bu oilaning bir qizi borligini bilmaydi. Xitoy qizi birdan yig'lab, usti-beshi qonga milangan Mahmudjonni ko'rgandan keyin nima bo'lganligini aniq bilgan edi. U birdilla o'shiga kelgandek qilib, ustidagi yotqanni asta qayirib etdi va uxlash kiyimini asta ustiga tortdi. U ostiga hech nima kiymagan edi. Yeshig'i to'lib qolgan bu Xitoy qizi endi allaqanday bir xiyollarga band bo'lganda qilib kulimsirdi va tushkini Mahmudjonga to'g'rilab turib, "Dagi, ni ke yi yao wo, dan bu yao sha wo" deb satijaydi. Ko'z oldidagi bu g'ayriy hodisa Mahmudjonni gangirtib qo'ydi. U bir erkeklik xosligi bilan ixtiyorsiz oldini islab qo'ydi. Tapanchisi betlangandek emas edi. Uyg'urning qanida bor bo'lgan insonlik, uning qanida mavjud bo'lgan erkeklik hissini besib tushgandek qiladi. Uning ko'z oldiga lagerda 100 dan ortiq odam oldida bosqinchilikqa uchragan heliqi Uyg'ur qizi keldi. Oma qizning chiroyli simosimi villada ko'rinib g'oyib bo'ldi. Bu onangni ishning kuchki. Sen mushu yeshingda bu qadar pastkashlikni nereden o'rgangansan? Qattiq g'azablangan Mahmudjon bir chamdab Xitoy qizining chechidan yulib elib, "Allohu akbar" deb bir vaqirib Xitoy qizining beshini kesib oldi va yerga to'riqqa tashildi. Qattiq hardiq bosgan Mahmudjon yerda birdan o'ltirib aram elib olgandan keyin so'mkisidagi zapas kiyimlarini yangushlab kiyib, qonga milangan kiyimlarini so'mkisiga chiroyli qatlab silib, uyga nereden kirgan bo'lsa shu yerdan chiqib, qorong'ulikda g'oyib bo'ldi. Davomi bor.